Endi sizlar bilan DTM diagnostik testimizda 6-siga keldik. To'g'risi hozirgacha faqat bitta video dars joyladim, qolganlarining javobini o'zlari joylagan. Endi bundan buyog'iga har birini maydalab tushuntirib beraman. Uni boshlaylik. Birinchisi. It's ages since my parents asked. Endi bu yerda it's ages degan narsa bu yosh emas, bu ancha vaqt bo'ldi degan ma'noni keltiradi. Since'dan keyin siz nazaringizda present perfect kelishi kerak. O'shaning uchun ko'pchilik oladiki, masalan, had visited yoki has visited present perfectga sekin e'tibor qaratib qo'yadi-da, bu yerda present perfect bo'lmaydi, past simple bo'ladi. Qarang, it's dan keyin vaqt keladi, masalan 6 yil, 5 yil degan vaqt kelib qolishi mumkin, qanaqadir vaqtda umuman. Undan keyin since my parents bitta nimaga qarab turib, egaga qarab turib siz past simple olaverasiz. O'shaning uchun javobimiz bu yerda da javob bo'ladi. Visited. Ota-onam biznikiga kelganiga ancha bo'ldi bo'lib javobimiz da. The stranger said to me, begona odam menga aytdiki, haven't me met before. Biz oldin ko'rishib qolmaganmizmi biror joyda degan savol beryapti. Endi qarang, bu yerda said o'tgan zamondami? Shu joyga e'tibor qaratasiz. Ba'zida bunaqa ko'chirma gaplar mana shu qismi present simple ham bo'ladi, says degan narsa ham bo'lishi mumkin-da. Va haven't bu yerda present perfect bo'lyapti. O'tgan zamonda buni ko'chirma gapdan o'zlashtirma gapga aylantirayotgan jarayonimizda zamon bitta orqaga yuradi. Present perfectdan bitta bu demak past perfect o'tishi kerak. Stranger asked me whether degani mi yoki yo'q. Mi yoki yo'q. Endi so'roq inkor shaklida savol berilsa, bu taklif ma'nosidagi savol boshqacharoq bo'ladi. Oldin ko'rishmaganmizmi degan ma'noda kelyapti. Whether mi yoki yo'q. Ya'ni bu yerda present perfectimiz o'tgan zamonda past perfectga aylanib ketadi. Javobimiz bu yerda da. Ikkita past perfect bor bu yerda. Bu yerda s ham bor. S noto'g'ri bo'ladi, ma'nosi tushmaydi. Begona odam mendan so'radi, oldin ko'rishganmizmi yoki yo'q? Bu yerda hadn't bit inkor gap tushmaydi bu yerda ma'nosida. Hadn't met, ya'ni oldin ko'rishganmizmi yoki yo'q. Yoki yo'q degan narsa or not shaklda ham bo'lishi mumkin. Whether'ni davomida o'z aslida or not bo'lish kerak, lekin u tushib qolsa ham bo'laveradi, yozmasa ham bo'laveradi, lekin tarjimasi shu tarzda ketaveradi. Mi yoki yo'q ma'nosida keladi. Demak, oldin ko'rishganmizmi yoki yo'qmi? Shu narsani so'radi. Bu yerda present perfect past perfectga o'zgarib qolyapti o'tgan zamonga. Bu yerda ham inkoru, bu yerga ham inkor olmaymizmi degan savol bo'lishi mumkin. Yo'q, ma'nosi tushmaydi-da bu yerda. O'shaning uchun men doim o'quvchilarga aytaman, tarjimani yaxshilash kerak. Tarjima yaxshi bo'lmasa, grammatika ham xato bo'laveradi. Begona inson mendan so'radi, oldin ko'rishganmizmi yoki yo'qmi? Endi uchinchisi, sorry, we don't have information. Information sanalmaydigan ot bo'lganligi uchun b bilan saviyna chiqib ketadi. Nimaga d javob tushmaydi desak, d javob bu bo'lishli gaplarda keladi. Bizda kam ma'lumot yo'q bo'ladi, g'alati. Ma'nosi ham tushmas ekan o'ylab qarasak. Xo'p, we don't have little information. Keyin nimaga d tushmaydi? Va nimaga bo'lishli gaplarda keladi deyapman. Little ni o'zi gapni inkor qilib yuboradi-da. Menda deyarli yo'q ma'nosida keladi. Masalan, mana shu don't ni olib tashlasak, mana shu yerda little bo'lishi mumkin. Little nimaga? Chunki gapni o'zini inkor qilib yuboradi-da. We have little information desa bizda deyarli ma'lumot yo'q degani. Javobimiz bu yerda A javob. Nega? Chunki information sanalmaydigan so'z bo'lganligi uchun. The work can be done in 2 weeks. Ish, demak, ish bu birlikda turibdi. 2 hafta ichida bajarilishi mumkin. To'g'rimi? Ya'ni bu yerda tag question deyiladi, tasdiq so'rov gap. O'shaning uchun javobimiz bu yerda B. Nimaga B? Endi tasdiq so'rov gapning birinchi gapimiz plus gap bo'lsa, ya'ni bo'lishli gap bo'lsa, bu qismi so'rov gap inkor gap bo'lishi kerak. Va shu sababli javobimiz bu yerda B javob bo'ladi. Agar bu yerda can't bo'lganda edi, javobimiz bu yerda D bo'lgan bo'lardi. Chunki bu yerda inkormi? Shu sababli narigi qismida bo'lishli gap so'roq shakli olgan bo'lardik. 5-siga Paul is a good swimmer, ya'ni Paul bu yaxshi suzuvchi inson. He can swim the river. Endi bu yerda so'z o'yini, bitta pastda tarjima qo'yib turib tarjima qila olmasangiz topa olmaysiz yoki acrossni, before'ni, on'ni. Demak, siz tarjimangiz yaxshi bo'lsagina siz buni topishingiz mumkin bo'ladi. Across degan so'zga e'tibor qaratamiz. Across javobimiz bu yerda across bo'ladi. He can swim across the river. Across kesib o'tmoq degani. Across yo'lni kesib o'tmoq, daryoni kesib o'tmoq bo'laveradi. On tushmaydi bu yerda.
Sababi umuman mazmun tushmaydi. Before, past degan narsa tushmaydi. Javobimiz bu yerda B. Choose a correct answer deyapti 6da. Xo'p, Jack here since he was born. Since endi bu yerda present perfect urug' beryapti. Tug'ilganidan beri shu yerda yashab kelmoqda. Endi bu yerda faqatgina bitta variantimiz A javob, present perfect continuous bo'lyapti. Agar present perfect continuous bo'lmaganda present perfect ni o'zini olardi. Ya'ni, masalan, present perfect ni o'zi degani has lived. Has lived ham bo'laveradi. Agar continuous bo'lmagan holatda. Endi D javob tushmasligining sababi Jack bilamiz, uchinchi shaxs birlik bo'lganligi uchun has olinadi. Endi 7da by ni ma'nosi har xil keladi. Vaqt bilan kelsa gacha ma'nosida keladi. Odam bo'lsa tomonidan, kimdir tomonidan bo'ladi. Joy bo'lsa yonida bo'ladi. By ni juda ko'p vazifasi bor. Asosiy turda. Demak, ishimni tugatdim. So had Melanie. Demak, bu past perfect bo'lyapti. Mana qismi, chunki bu qismda ham had bo'lyapti. Demak, bu had degani past perfect. Melanie ham tugatdi. Bu yerda rasmga qarab turib biz to'g'ri variantni olishimiz kerak. 12 10 bo'lyapti. A quarter to 12. A quarter degani 15 minut yo'q bu yerda. Ya'ni 15 takam 12 deyapti-da. 10 minutes to 12. 2 degani takam ma'nosida keladi. 10 takam 10 yoki 10 takam 12 deymiz-ku. Shunda 2 takam ma'nosida keladi. Bu yerda tushmaydi. 10 takam 12 deyapti bu yerda. Past degani o'tdi. Ya'ni 10 minutes past 12. 12 dan 10 daqiqa o'tdi. Shu sababli javobimiz bu yerda C javob. Tak. 8da we arrived at the airport. Biz aeroportga yetib keldik. Due to the traffic jam, ya'ni yo'l probkasi sababli yetib keldik. Our plane had just taken off. Bizning samolyotimiz endigina uchib ketgan ekan. Demak, samolyot uchib ketgan bo'lsa, demak, ular kech kelgan bo'ladi-da. Hozir bu yerda early degan so'z ham bor. Voqli yetib keldik. Grammatik jihatdan tushadi bu. In time ham grammatik jihatdan tushadi. Lekin bu yerda mazmun jihatdan late tushadi-da. Biz kech keldik. Shu nima samolyotimiz uchib ketib qopti. Faqat grammatika rol o'ynamaydi. Grammatikada tarjima ham rol o'ynaydi. O'shaning uchun tarjimangizni kuchaytiring. Susan speaks English than anyone else. Than'ga qarab turib biz bu yerda orttirma yo to'g'risi qiyosiy nisbat olishimiz kerak. Qiyosiy nisbatimiz bitta B javob bor xolos. Tak, than'ga qarab turib biz qiyosiy. Boshqalarga qaraganda u yaxshiroq gapiradi. B tushmaydi. Unda aytayaptiki 1 2 3 raqam belgilangan joyda qaysi birida xatolik bor deyapti. Endi mana shu yerda rasmda noto'g'rilik ketgan ekanda. Tak, bu yerda 1 isga to'g'ri kelish kerak. Such interesting 2 ga to'g'ri kelish kerak bo'ladi. Mana shu joylarda alohida belgilab qo'ydi. Mana 1 isga to'g'ri keladi. Such interesting 2 ga, Z 3 ga, play it 4 ga. Bu yerda qaysi biri to'g'ri? Ya'ni 2 noto'g'ri bo'ladi. Sababi nimaga? Bu yerda e'tiborga olsangiz game so'zi sanaladigan ot bo'lganligi uchun bizga artikel kerak. Such an interesting game bo'lish kerak mana shu yerda. Chunki game sanaladigan ot bo'lganligi uchun. Shu sababli javobimiz bu yerda B javob olishimiz kerak. Ya'ni mana shu qismida xatolik bor. Qaysi qismda xatolikni topishimiz kerak bunaqa testlarda? 11da bitta variantimiz o'tib ketib qoldi. Xo'p, it was boring film that we didn't stay long. Kino zerikarli edi, shu sababli biz uzoq vaqt qolmadik. Endi such a boring, ya'ni bu judaligi zerikarli o'yin, shunaqa zerikarli o'yin kino ediki biz chiqib ketib qoldik. Endi bu yerda A varianti ham olib ketib qolish mumkin. Keyin so varianti ham olib ketib qolish mumkin. So unchalik tushmaydi bu yerda. So a boring shunchalik bu noto'g'ri bu yerda tushmaydi. Z ga qarab turib biz hozir such that degan iboraga qarab turib biz shuni olishimiz kerak mazmun jihatdan ham. Endi boring film endi sanaladigan ot bo'lganligi uchun-da. Qaysi holat rasmni o'zi tasvirlaydi? E'tiborga oling, rasmda doktor bilan bolajon gaplashib o'tiribdi. Tak, D aytayaptiki, doctor and nurse, doktor bilan hamshira deyapti. Bu yerda hamshira yo'q-da, o'sha D variant o'yindan chiqib ketyapti. B the doctor is giving the patient an injection. Injection degani ikol qilyapti.
Yosh bolalarga aytamiz, jiqqa qilyapti deydi. Xo'p, B the doctor is operating on the patient. Operating degani biror ish bajaryapti degani. Biror ish bajaryapti degani bu yerda. Keyin haligi masalan hozir bu yerda biroz suhbatlashib o'tiribdi, to'g'rimi? The doctor is taking the patient's temperature. Bemorning temperaturasini, haroratini o'lchayapti. Haroratni o'lchalyapti. Mana bitta e'tiborga olsangiz, qo'lning tagida turibdi isitma o'lchagich. Shunga qarab turib javobimiz bu yerda A javob bo'ladi. Xo'p, endi keyingi gapimizda bu tip 3-si o'tgan zamondagi noreallik holat bo'lishi kerak ekan. Chunki bu yerda boshqalar tushmaydi. Chunki take agar B uchun bu yerda take'da S bo'lishi kerak edi-da. Aslida bu ham bo'laveradi. Agar u soyabonni olsak, whole bo'lmaydi degan qismida. Took well took bu tushmaydi. Bu tomoni past simple bo'lib turib, bu tomoni future simple bo'lmaydi. Ifli tomonda volt kelmaydi. Shu sababli D variant xato. Bitta javobimiz A javob qolyapti. 14da this table is mine, bu stol meniki, one is yours, anavi seniki bo'lish kerak edi. Z1 bitta holatimiz bor. Endi bitta chalg'ituvchi narsa Z bor. Z1. Endi bu yerda 2 marta is bo'lib qoladi-da. Qolgan B bilan D'miz ko'pligidagi otlarga nisbatan ishlatiladi. Ko'plikdagi ot deganimiz masalan stollar ko'plikda bo'lganda edi, unda masalan D yoki B ga urg'u qaratsa bo'lardi. Shu sababli javobimiz A javob. Temol bitta is bor. S umuman tushmaydi. As technology advances, texnologiya rivojlangan sari it be possible to travel to other planets in the future. Kelajakda boshqa planetalarga sayohat qilish imkoni paydo bo'lishi mumkin. Bu yerda ehtimollikni saqlashimiz kerak-da. Javobimiz bitta B variantimizda maybe, ehtimollik bor. Mustn't be. Endi grammatik jihatdan bitta D unchalik tushmaydi. D dan keyin out to bo'lishi kerak edi. To bo'lishi kerak, bitta to yo'q. Shuning uchun bu tushmaydi. Had to bu o'tgan zamonga tegishli. Bu technology advances, bu hozirgi zamonga urg'u qaratyapti, to'g'rimi? Bitta B bilan S da grammatik jihatdan to'g'ri tushadi. Mazmun jihatdan esa mustn't bo'lmaydi. Chunki mustn't taqiqlovni ifodalaydi-da. Shu bois bitta tushmaydi. B javobimiz to'g'ri. Choose analogs logical pair, ya'ni logical pair degani mantiqiy ketma-ketlikni to'g'ri topishimiz kerak ekan bu yerda. Endi pen to write, masalan ruchka vazifasi yozish uchun, qog'oz yegani ishlatilmaydi. Pechka, ya'ni duxovkada non pishirish mumkin. Bek pishirmoq degani. Bathtub, vanna bu yuvinish uchun. USB driver bu plug-in, ya'ni zaryadlash uchun, charge zaryadlash uchun degan bo'ladi. O'sha bu wash yuvish uchun bo'lmaydi. Bitta B variantimiz duxovkada non pishirsa bo'ladi. Shu sababli javobimiz B javob. In the parkda we can do activities. Endi bu yerda lots of, agar bu yerda lots S bo'lganda edi, A variant olgan bo'lardik. S yo'qda bu yerda. S bo'lmaganligi uchun biz article olishimiz kerak bo'ladi. Mana S da urg'u deb bo'lish kerak ekan. Javobimiz bu yerda B javob bo'ladi. Sababi chunki a lot of degan iborani menimcha hamma biladi. Birikmani. Tak 18. It's clear that my friends haven't heard me. Bu yerda hear somebody doing something degan grammatik qoida bor. Kimnidir bor ish qilishganini eshitmoq yoki hear somebody do something. Hear somebody dan keyin fe'lning ayni shakli ham kelishi mumkin yoki fe'lning birinchi shakli. Bu qanday ajratib olamiz? Qachon anji, qachon fe'lning birinchi shakli kerak? Bu yerda agar ish harakat davomiylik bo'lsa, sal uzunroq bo'lsa, men bolalarni nima deydi? Hear, see somebody, bitta grammatik holat bor. Tak, unda yozib ko'rsataman shu joyda. See somebody. Tak, bitta pauza qilib turing, ekranni boshqa shayga qilaman. See degan fe'limiz bor, hear degan fe'limiz bor, somebody. Verbanji ham bo'lishi mumkin. Yoki aynan shu holatda kimnidir biror ish qilganini ko'rmoq, eshitmoq, tak fe'lning birinchi shakli ham kelishi mumkin. Qachon fe'lning ing shakli bo'ladi? Ish harakatning qisqa va davomiyligiga e'tibor qaratasiz.
davomiyligi. Masalan, bu holatda qachon bo'ladi? Masalan, kimnidir qo'shiq kuylayotganini eshitayotgan bo'lishingiz mumkin. Siz uni boshidan eshitmagan bo'lishingiz mumkin. Masalan, to'satdan ko'chadan ketib qolyapsiz-da, mahallangizdagi qo'shni qiz, qo'shni bola, qo'shiqchi masalan uyda praktika qilyapti. Men uni qo'shiq kuylayotganini eshitib qoldim yoki I saw bo'laveradi. O'tgan zamonda bo'laveradi. I saw her singing bo'ladi. Nimaga siz uni ish bajarib turgan jarayonda ko'rib qoldingiz, eshitib qoldingiz yoki heard desiz ham bo'laveradi. O'tgan zamonda. Uni qanaqadir ish harakat qilayotganligini ko'rib qoldingiz. Siz boshidan emas, yarmidan bo'lishi mumkin. Boshidan oxirigacha shart emas u narsani ko'rish. Muhim emas demoqchiman. Siz uni demak ma'lum bir qismini ko'rib qolgansiz. Ish harakat bu yerda davomiyligi bor. See somebody do something. Bu yerda do something bo'ladi. E'tiborga oling, do something. Bu qanaqa holatda bo'ladi? Ish harakat kaltaligi, qisqaligiga e'tibor qaratasiz. Masalan, men uni eshikni ochganini ko'rdim deyishingiz mumkin. Eshik ochish qisqa vaqt davom etadi, to'g'rimi? I saw you open the door. Seni eshikni ochganingni ko'rdim, masalan, bo'laveradi. Sowga e'tibor qaratamiz. Bu o'tgan zamonda. Lekin open hozirgi zamonda. E'tiborga oling. Bu yerda open bo'lmaydi, grammatik jihatdan noto'g'ri bo'ladi. Nimaga bu yerda open fe'l anji olmayapti? Chunki ish harakat qisqa, eshikni ochish bu uzoq vaqt talab qilmaydi. Bu qo'shiq kuylasa esa bu bo'lib turgan jarayon bu. Menimcha qisqa qilib tushuntira oldim. Endi o'shaning uchun come in, bu yerda ish harakat qisqada, masalan, siz uyga kirishingiz uzoq vaqt talab qilmaydi-yu, sekinlashtirilgan motion, haligi kinolar sekinlashtirib bir ayolni qo'yib, haligi nimada derazadan mushuk sakrab o'tsa, tilini chiqarib masxara qilib sekinlashtirib bo'ladi-yu, u unaqa emas. Bu yerda tab etib kirasiz. Ya'ni mening do'stlarim ichkariga kirganimni eshitmabdi. Eshitmadi. Ya'ni it's clear that aniqki men do'stlarim kirganimni eshitmadi. Bu yerda o'shancha javobimiz bu yerda come bo'ladi. Menimcha tushunarli bo'lyapti. Bitta pauza qilib turaylik-da. Eng shirin joy, ya'ni tekstga keldik. Endi tekstlarni zo'r qilib tarjima qilish kerak. Yaxshilab e'tiborga olinglar. Sal ekranni kattalashtiramiz. Okay. Birinchi video tahlilimda shu narsani tushuntirdim sizlarga. Tekst tarjima qilish jarayoniga e'tibor qaratamiz. Tekstni bo'laklab tarjima qilsalar yaxshi. Imkon qadar ma'lum bir qismni o'qib olasiz, ma'lumotingiz esda qoladi. Mana ketdi. Some people keep fish as a hobby. Ba'zi bir insonlar baliqni hobbi sifatida saqlaydi. They keep fish in a fish tank in their home. Ular uylaridagi baliq tank degani akvarium deymizmi? O'sha narsada baliqni saqlaydi. A good size for a fish tank is one that will hold 40 or 80 liters of water. Ya'ni baliq akvariumining yaxshi razmeri, o'rtacha razmeri, ideal desak ham bo'ladi. Bu 40 litrdan 80 litrgacha suv hajmini oladigan akvarium ekan. Fish tanks can be round, dumaloq bo'lishi mumkin, to'rtburchak bo'lishi mumkin, uchburchak bo'lishi mumkin deyapti. Rectangular. Most fish tanks are made of glass. To'rtburchak, rectangular ham to'rtburchak edi, to'g'ri? Yo'qmi, uchburchakda borib qolgan hozir. Fish tanks o'sha baliqlarning akvariumi odatda nimadan? Glassdan yasalgan bo'lar ekan, oynadan. E'tiborga oling, mana shu joyini ma'lumotni esingizda qoldimi yoki xolasiz to'liq o'qib olsangiz ham bo'laveradi, farqi yo'q. Ma'lumotingiz esingizda qolsa bo'ladi o'zida. Demak, bu yerda akvarium haqida gap ketyapti, qancha litr. Keyin imkon qadar tagga yetib keting, masalan, qanaqa holatlarda savol tuzilishi mumkin. Demak, mana bu yerda razmerlari, holatlari, shakllari va nimadan yasalganligi haqida gap ketyapti, e'tiborga olsangiz. Endi don't put a fish tank too close to a window. Derazaga yaqin joyga qo'ymang deyapti. Too much sunlight, ko'p quyosh yorug'i deyapti. E'tiborga olsak, makes the water too warm. Demak, quyosh yorug'i suvni isitib yuboradi. A few plastic green plants, ya'ni plastic green plants degani plastikli o'simliklar, kichkina toshlar called gravels need to be at the bottom of the tank. Demak, plastikli yoki toshli mayda gravellar, shag'ol toshchalar deymizmi? O'sha pastki qismida bo'lishi kerak deyapti. Akvariumning pastki qismida bo'lishi kerak. Gravels and plastic green plants are not only for decoration. Bu faqat dekoratsiya emas. Bu o'sha toshlar yoki o'simliklar, o'sha sun'iy o'simliklar. Bu faqat dekoratsiya emas, balki ular
less stressed. Ikkita vazifasi bor ekan bu narsani. Ikkita vazifasi, ya'ni baliqlarni xotirjam bo'lishga ham yordam berar ekan. Aquarium shuningdek bitta pump, ya'ni nasos kerak ekan unga. Nasos deganda that pulls air into the water. Bu nasos havoni suvga tortish uchun xizmat qilar ekan. Pulls air. Demak, havoni akvariumga tortish uchun nasos kerak ekan. A water filter, suvni tozalovchi filtr ham kerak ekan, will help to keep the water clean. A heater, yana bitta isitgich kerak ekan, bitta suv sathini darajasini 25 gradusda saqlash uchun. Demak, akvariumga kerakli bo'lgan narsalarni gapiryapti. Masalan, toshchalar, sun'iy gullar yoki nasos, suv filtri, isitgich kabi narsalarni gapiryapti. Mana bu prosta rasm xolos. 19 ga e'tibor qaratsak, bu yerda aytayaptiki, tekstning asosiy mazmuni nima? A perfect temperature for sea water. Dengiz suvi uchun zo'r ideal harorat. Yo'q, bu umuman tushunmaydi. How much water a fuel tank can hold? Fuel tank yoqilg'ili deyapti, e'tiborga. Yoqilg'ili haligi tanki qancha suv ushlab turadi o'zida. Yoqilg'ili deyapti, e'tiborga oling bu yerda. Bu tank degan so'z aytgancha ikki xil ma'nosi bor. Haligi biz bilgan tanki yoki akvarium degan shu to'rtburchak narsa. Yoki fuel tank ikkinchi ma'nosi bor, yoqilg'i soladigan, benzin soladigan bachok deymizmi, bochka deymizmi? Yoqilg'i soladigan shu bochka qancha suv oladi? Masalan, 20 litr, 30 litr shunaqa desam bo'ladi. Sada how to keep fish in a fish tank. Ya'ni fish tank degani baliq akvariumda baliqlarni qanday saqlash borasida bo'lyapti yoki dedi different types of fish in the lakes. Ko'ldagi turli xil baliqlar. Ko'l haqida gap ketmadi, variantni chiqarib oling o'zingizga. Dengizdagi suv sathini haqida gapirmayapti, yoqilg'i haqida umuman gapirgani yo'q. Bitta variantimiz qolyapti, C variantimiz qolyapti. Shu tariqa variant chiqarsangiz ham ishingiz osonroq bo'ladi-da. Bu yerda variant chiqarish kerak. 20 da according to passage ga ko'ra what helps the fish to feel less stressed in a fish tank. Baliqni unchalik asabiylashmasligiga nima yordam beradi? Mana bu yerda e'tiborga olsak, tagisi qo'ydik, less stressed. Nima unga yordam berardi? O'sha green plants va small stones. Kichkina toshchalar va yashil plastikli o'simliklar, demak, ularni stressdan xoli bo'lishiga yordam berar ekan. Nasos stansiyasi, filtri, small stones yoki water heater. Bu boshqa vazifalarni bajarardi. B, C, A lar. Bitta D variantimiz to'g'ri bo'ladi. To'g'ri, bu yerda kichkina toshlar bilan green plants degan narsa bor. Aslida, lekin bittasini olibdi-da endi. Bu ham foyda keltiradi. Endi according to the passage ga ko'ra why is a water filter important for a fish tank? Nega suvni filtr qiluvchi narsa juda muhim deyapti. Chunki baliqqa nafas olishga yordam beradi. Water filterga e'tibor qaratsak, bu suvni toza saqlaydi. Mana bu yerda gapirib qo'ygan, suvni toza saqlaydi. Nafas olish haqida bitta pump bor, havo tortadi. Fresh air emas, being dirty javobimiz bitta C javob, e'tiborga olsangiz, suvni kir bo'lishdan, yomon bo'lishdan saqlab qoladi. Chunki toza saqlaydi-da. Quyosh nuridan saqlamaydi u narsa. Bitta C javob. According to the passage, what keeps the water warm is a tank. Suvni iliq saqlaydigan narsa nima bu akvariumda? Tosh emas, filtr emas, nasos emas, bitta heater. Ya'ni heater degani isitgich. Oxirgi qismida aytdiki 25 gradusda saqlab berar ekan bu narsa. Shu bois javobimiz bu yerda B javob bo'ladi. Xo'p, keyingi tekstimizga o'tdik. Tekstimizda bundan oldin hammasini o'qib qo'yardim. Endi tezlashtirgan holatda ovozlarim tugayapti. Xo'p, keyingisi a long time ago, uzoq vaqt oldin deyapti. Ships were the only way for people to journey across the sea. Kemalar insonlar uchun yagona transport vositasi bo'lgan ekan, dengizni kesib o'tish uchun. Demak, so ships traveled both day and night. Demak, kun-tun ular harakat qilgan ekan. O'z uchun kerakli joyini belgilab keting. Masalan, olma yeyotgan paytingizda po'chog'ini tashlab yuborasiz. Go'shtli joyi bo'ladi, to'g'rimi? Maza qilibsiz. Tekstlarda ham xuddi shunaqa go'shtli joyini ko'rib olishingiz kerak. O'sha joyda masalan savol tuzishi mumkin degan fikringizda borda. O'sha o'ylangda, masalan, tekstning qaysi qismiga savol tuzgan bo'lardingiz o'qiyotgan jarayoningizda o'zingiz uchun. Bu o'qiyinda
Masalan, sizga yaxshi bo'lgan joyda mana shu yerda savol tushsa bo'lar ekan deb o'ylangda. Men umuman savolga qaramayapman hozir. O'qiyapman, kalla so'zni belgilab ketyapman. Nimaga? Chunki o'sha joyda ehtimol savol tuzishi mumkin-da. They sail it in all kinds of weather. Turli har xil ob-havoda suzgan ekan. Tak. It was easy to see when the sun leads the way. Ya'ni quyosh yo'lni yoritib turgan paytda ko'rish oson bo'ladi, deyapti. However, dengizda kech payt dengizda bo'lish yoki to'fonli paytda dengizda bo'lish, demak bu xavfli bo'lar ekan. Xavfli payt haqida gapiryapti. Endi keyingisiga, if sailors were not careful, agar suzuvchilar ehtiyot bo'lmasa, the ship could easily crash. Kemalar bir-biri bilan avariya bo'lishi mumkin. Demak, ehtiyotsizlik natijasida kelib chiqadigan hodisa bu avariya. So sailors depend on lighthouses. Lighthouse degani anu mayoqlar deydi-yu. Mayoqlarga, demak, chiroqli uylarga so'zma-so'z tarjima qilganda juda ehtiyoj sezadi. They were built in all places that could cause problems for a ship. Demak, ular qayerlarda qurilar ekan? Kemalar to'qnashib ketishi mumkin bo'lgan, ya'ni kemalarga muammo keltirishi mumkin bo'lgan holatlarda demak qurilar ekan bu mayoqlar. Lighthouses were made of materials that could stand up terrible storms. Demak, bu mayoq deganda bu binoda endi. Bu binoni materiallari kuchli to'fonlarga chiday oladigan, stand up degani chidamoq degani. Aytgancha, tekst ichida chiqadigan so'zlar bor-ku, o'rganib oling o'zingiz uchun, doimiy ravishda depend on ga bog'liq yoki cause keltirib chiqarmoq, kimgadir bu yangi so'z bo'lishi mumkin-da. Masalan, lighthouse, stand up, chidamoq degan so'z. Demak, terrible storms, juda yomon to'fonlarga chiday oladigan materiallardan yaratilar ekan. Every night during the storms, har kech payt to'fon davomida the keepers degani o'sha mayoqda turadigan bir kishi yoki o'sha odamlar, ishchilar climbed up hundreds of stairs to the lantern room. Ya'ni mayoq degan narsa haligi dumaloq tepaga chiqqan bo'ladi. Menimcha ko'rgansizlar kinolarda yoki rasmda, multfilmlarda ko'rgansiz. Tepasiga chiqadi, deyapti-da. Tepasiga chiqadi. Mana lantern xonasi ekan, lantern room degan ekan bu. Masalan, majlis bo'lsa, majlis yig'ilish xonasiga chiqadi odamlar. Bu shunaqa to'fon bo'lsa, o'sha inson tepasiga chiqar ekan, lantern roomga. They put whale oil into a large tube. Whale oil degani kitning yog'ini qo'yar ekan katta narsaga. Large tube ga, tube degani quvur, ya'ni turba degan bo'ladi. They lit a rope like clothes that stood up in the middle. O'rtada turgan, ya'ni uzun arqonni, ya'ni materialni, rope like deganda arqonga o'xshagan materialni yoqar ekan ular. Lit degani yoqmoq. Masalan, haligi kinolarda bo'ladi-yu, arqon pastga cho'zilgan bo'ladi, pastdan bitta jejikalka yoqadimi yoki gugurt chaqsa unday yonib uchib ketadi, tepaga chiqadi. Xuddi shu narsada pastda turib o'sha narsa yoqar ekan. The light burned in a tube just like a fire on a candle. Shamga o'xshab yonib turar ekan u narsa. Shamga o'xshab yonib turar ekan. Later King wrote that the lighthouse keepers burned different kinds of oils to make the light. Keyinchalik o'sha o'tgan zamon haqida gap ketyapti bu yerda. Mayoqchilar kech paytlari o'sha yorug'lik qilish uchun turli xil yog'lardan foydalangan ekan. Turli xil moylardan foydalangan ekan. Hozirgi paytda electricity, hozirgi paytda chiroqdan foydalanishadi lampochkani yoritish uchun. O'sha eski paytda lampochkani yoqish uchun yoki yorug'lik tarqatish uchun yoqishning o'rniga hozirgi paytda deyapti energiyadan foydalanamiz, haligi lampochkadan deyapti. Mana kerakli joylarni esda saqladik va endi tekstga qaraymiz. Passagega ko'ra, tekstga ko'ra, when did the keepers burn the lights in lighthouse? Ya'ni keeper, mayoqchilar mayoqxonada ya'ni yorug'lik qachon hosil qilgan, ya'ni yoqqan deyapti bu yerda. Kech paytlari va to'fon paytida. During night and kuni tun emas bu yerda. Tunda yoqish shart emas, chunki baribir ko'rinmaydi. Nimaga? Chunki kunduzi quyosh bo'lsa ko'rish oson dedi mana bu yerda. Xo'p, mana kech paytlari va to'fon paytida men joyda aytgan, e'tibor bersangiz, kech paytlari va to'fon paytida juda xavfli bo'lgan, shuni hisobiga ular lighthouse'lar qurgan deyapti. Shuning uchun javobimiz bu yerda ajoyib bo'lishi kerak. Qolgan variantlarni ham chiqarib olamiz.
Darkness deydi. Eng kech, endi qarang, darkness degan eng qorong'u deganda, o'rtacha qorong'ularda mas. Endi bu yerda tufon ham borda, tufon paytida mata aytdiki, kech paytlari va tufon payti juda xavfli bo'ladi. Agar ehtiyot bo'lmasa avariya bo'ladi. Shuning uchun deyapti, bu yerda bo'lib oling. Shuning uchun ularga mayoqxonalar kerak bo'lgan, unga ehtiyot sezilgan deyapti. Faqatgina tufonlar paytida yo'q. Bu yerda kech paytlari va tufon paytida ham kech payt. Tufon bo'lmagan taqdirda ham kech payt, tufon bo'lsa ham kech payt yoqilgan ekan. Shuning uchun ajoyib. 24da all of the following statements are true. Quyidagilarning hammasi to'g'ri, faqat bittasi xato. Except degani xato. Ya'ni dan tashqari deyapti-da, except dan tashqari. Qaysi bir xatoligini topishimiz kerak. Endi bir boshdan o'qishingizga majbursiz. Mayoqxonalar could stand up to terrible storms. Bu to'g'ri. Ya'ni yomon shiddatli tufonlarga chiday oladi. Chunki matda materiallar haqida gapirdi-yu. Qayerda gapirdi material? Mana bu yerda mana. Materiallari shunaqa narsalardan yaratiladiki, u tufonlarga chiday oladi. O'shuncha bu to'g'ri variantimiz. Lighthouse'larga ehtiyoj sezgan deyapti haligi suzuvchilar. Bu to'g'ri. Mana bu yerda aytdi mana. Sailors dependent on lighthouses. Bu gapirildi. Today lighthouse keepers use whale oil. Hozirgi kunda deyapti, hozirgi kunda mayoqchilar haligi delfin kitning yog'idan foydalanadi. Yo'q, noto'g'ri. Chunki hozirgi paytda mana nowadays hozirgi paytda odamlar nabrot elektr bilan lampochkadan foydalanadi. Bu noto'g'ri-da. Bu noto'g'ri. Xo'p, dadachi ships traveled both day and night. Endi bu ma'lumot to'g'ri. Endi qayiqlar kechasi ham kunduzi ham harakatlanganligi haqida ma'lumot kelganda. Mayta aytdiki, sayohat qilishgan, mana sayohat qilishgan kunu tun. Bu javob to'g'ri. Bizga noto'g'ri variantimiz kerak-da biz uchun. Endi 25 ga passage-ga ko'ra the light which the early keepers made was similar to a candle. Ya'ni u oldingi paytlarda qilingan narsa hozirgi paytdagi shamga o'xshash deyapti. Nega? Endi o'sha sababni topishimiz kerak. Oldingi yorug'lik, o'sha olov deymizmi, o'sha yorug'lik hozirgi paytdagi shamga o'xshash bo'lgan ekan. Nima uchun? Lampochkadan foydalanganligi uchunmi? Yo'q. Glass, ya'ni shishadan yaratilganligi uchun bu haqida gapirmadi. Energiya ishlab chiqarganligi uchun yo'q. It was in a tube. Tube degan haligi turba, quvur haligi, endi xolos turba degan dumaloq narsa deganida endi bu narsa. Men tushuntirib oldim. Bakalashkaga o'xshagan narsa. Bakalashkani pastidan turib yoqadi, tepasi yonadi. Xuddi shunga o'xshagan narsa. Endi o'xshatdimda taqqoslab, ramallab. Xo'sh, endi boshqa variantlar noto'g'ri. Bu yerda oyna haqida gapirmadi, lampochka endi hozirgi zamonda ishlatiladi, o'tgan zamonda emas, chunki bu yerda early degan oldingi deganida early. Oldingi mayoqchilar made o'tgan zamonda turibdi. Temboli bu yerga e'tibor qaratamiz, zamonni ham o'tgan zamonda. Zamonlarga ham e'tibor qaratish kerak. 26da according to the passage-ga ko'ra what makes a light in lighthouse day. Hozirgi paytda nima yoritadi? Endi oxirida gapirdik-ku, energiya bilan, elektr bilan lampochkadan foydalanishadi. Electricity and lighting. Juda oson bo'lgan ekan. Keyingi testlarimizda to'g'risi bu tekstlarni almashtirib beraman. Bu tekstlarni o'zim tuzmaganman, tayyor manba. Lekin oson ekan. Tekstlarni almashtirib berishga harakat qilaman. Sal yangiroqlarda bu juda osonroq. Imtihonda bunaqa oson tushmaydi lekin. Boshlanishga yomon emas. Va oxirgi tekstimizga keldik. The first people of Scotland, Shotlandiyaning birinchi odamlari belonged to two tribes. Ikkita qabilaga tegishli bo'lgan deyapti. Tribes degani qabila. Called Picts and xolos mana shu ikkita qabila. Xo'p, most of the Pictslarning ko'p qismi north and east of the country. Mamlakatning north va east qismida yashagan ekan. The Britons occupy yashamoq degan istiqomat qilmoq ma'nosida kelaveradi. Live ga sinonim bo'lyapti. The south and the areas that is now called England. Demak, ikkita qabila davlatning har xil joylarida yashagan ekan. Bu qayerlarda yashaganligi haqidagi ma'lumot ketyapti. Both tribes, ikkala qabila ham spoke a Celtic language. Ikkala qabilada lekin tili bir xil bo'lgan ekan. That is related to Irish and Welsh. Demak, Irlandiya yoki
endi Welsh qanaqa tilga esimga kelmadi. Xullas, ikkita tilga aloqador ekanda. Related to degan aloqador degani yangi so'zlarni o'rganib ketsangiz o'zingizga manfaatli bo'ladi. Then keyinchalik Romans invaded bostirib kirdi. Romans demak romanlar demak invaded degan bostirib kirishni boshlabdi. After this invention bu invade ot shakli, bu fe'l invention bostirib kirishdan keyin otlashib ketyapti-da. Some of the Britanlarning ba'zi birlari married romanlarga turmushga chiqdi. Began to adopt Roman custom. Adopt degani o'ziga moslashtirmoq. Romanlarning urf-odatlarini moslashtirish. Demak, mana bu yerda bosqinchilik haqida gap ketyapti. Bosqinchilik urf-odatlarni sekin o'zlashtirish. Baribir endi xotin nima deydi, erini urf-odatlarini o'ziga singdiradi-yu, baribir iloji yo'q. Xuddi shu shakl paydo bo'layotgan holat. Tekstimiz sal kattaroq ekan. Xo'p, agar bitta narsa mana shu joyini o'qib turib savollarga qarab olsangiz bo'ladi. Ma'lumotingiz esdan chiqib qoladi, chunki tekst sal hajmi kattaroq bo'lsa, esdan chiqib qoladi. Mana shu joyini mana o'qidik. Birinchi Shotlandiya odamlar haqida gap ketdi. Ikkita qabilaga bo'lingan va qayerda yashaganligi haqidagi ma'lumotni o'qidik va qanaqa tilda gapirganligini o'qidik. Keyin kimlar bostirib kirgan va bostirib kirgandan keyin nimalar sodir bo'lganligi haqida o'qidik. Tekstga ko'ra Meta aytadi, what common thing did Picts and Britain have? Common degan o'xshash jihatlari bor bo'lgan deyapti. Ikkita qabilani nima o'xshash jihatlari bor bo'lgan? Mana shu yerda aytdiki, Celtic language, faqat Celtic tilda gapirgan ikkalasi ham. Demak, o'xshash jihati ular bitta tilda gapirganligi. Javobimiz o'shancha javob bo'ladi. Otlar haqida hali o'qimadik, boshqa narsa yo'q. Occupy. Endi qarang, bu yerda which best defines the word occupy. Occupy degan so'zga qaysi so'z ta'rifni beradi? Men yerda gapirib ketdim. Men yerda live ga sinonim so'z dedim. O'qiyotgan jarayonda occupy istiqomat qilmoq. Leave a place willingly. Willingly xohlab turib biror joyni tark etish deyapti bu yerda. Take control of a place. Biror joyni nazoratga olish. Develop the country, davlatni rivojlantirish. Buy some territory, biror territoriyani sotib olish. Sotib olish emas, kontrol qilish. Nega? Siz o'sha joyda yashaganingizdan keyin occupy, egallamoq degan ma'nosi ham keladi-da. Egallaganingizdan keyin, yashaganingizdan keyin u joyni nazorat qilasiz o'zingiz. Masalan, ekin-tekin ekasiz yoki kimdir kirgizmaysiz. Demak, o'sha joyda siz istiqomat qilganingizdan keyin birovni kiritmaysiz. Mayda bostirib kirdi deyapti, demak, urush bo'lgan ekanda, o'zining joyini berishga harakat qilmagan ular ham. Ko'rasizlar, ma'lum bir qismini o'qib turib ham siz savolga qarasangiz javob topishingiz mumkin. Hozir mana shu joydan o'zi ikkita variant oldik. Endi romanlar bostirib kirgandan keyin ba'zi bir nimalar bo'lyapti. Mana shu joyni qisman o'qidik. Britaniyaliklar demak romanlarni, kastomlar, urf-odatlarni nima qildi haliga? Qabul qildi. Mana adopt degani accepted ga sinonim bo'ladi. Ya'ni bu o'ziga singdiryapti-da o'sha narsani. Ayollar demak romanlarga erga tekkandan keyin ular o'sha urf-odatlarni o'ziga singdiribdi. Javob bitta o'zi chiqib bo'ldi. 29. Romans adopted French customs. Romanlar fransuz kastomlarini qabul qildi. Ispaniyalikka qarshi kurashdi. Mamlakatni tashlab ketishga majbur qilindi. Majbur qilinganligi haqida ma'lumot hozir o'qimadik. Hozircha balki pastda bordir. Qarang, tekstning ma'lum qismida o'sha 3 ta javob chiqdi. Biz hozir nima deydi? 30 ga topsak bo'ladi. Scotland degan so'z nimaga aloqador deyapti? Scotland. Meta bor Scotland, pastda Scotland. O'sha boshda meta ham bor ekan. Bitta o'qib ko'rar ekanmiz oxirigacha. Xo'p, 5-asrda ba'zi bir irish o'sha qabilalari began settling in the country. Settle in degan bu ham yashamoq. Qaranglar, bu yerda 3 ta so'z ishlatildi. Yashamoqqa lived, occupied, settled. O'sha mamlakatda sekin yashashni boshlashdi. Romanlar called these people the Scots. Romanlar bu insonlar Scots deb atashibdi. Later their new country, Scotland, was named after them. Was named after them degani ularning ismiga atab qo'yildi deyapti. Romanlar bostirib kelgandan keyin bu joyni, ya'ni Irish people, e'tiborga oling, Irish people tepada ikkita qabila edi, Picts and Britain. Bular romanlar bostirib kirdi, joyini oldi. Keyin
Irish qabilalari sekin kirib bu joyda yashashni boshlabdi. Keyin romanlar bu qabilalarni Scots deb atashibdi va keyinchalik aynan shu joyni ularni nomiga atab qo'yibdi. Ya'ni zim deganda kim nazarda tutyapti? Mana Scots. Aynan shularning ismiga atab qo'yilgan ekan Shotlandiya. Tak. Related to degani nimaga aloqador? Irish qabilasiga, Vikinglar, Bristol, French people. Yo'q, javobimiz A javob. Mana shu yerdan o'zi chiqib bo'ldi. Oxirigacha o'qish shart emas ekan. Named after zim degani nomiga atab qo'yildi deganda, shu yerdan o'zi javob chiqdi. Related to degani aloqador. Siz so'zlarning tarjimasini bilsangiz, ishingiz osonroq bo'ladi. Qarang, oxirigacha o'qib o'tirmadim, vaqtimni ketkizib deyarli. Hozir bundan oldingi tekstga qaraylik-da, lekin bundan oldin masalan majburmiz oxirigacha o'qish, chunki 26-javob oxirida chiqdi yoki marta xato variantni chiqarib olishimiz uchun ham baribir kerak edi. Bundan oldingi tekstimizchi, bu ham kerak edi. Endi doim ham masalan siz tekstni ma'lum bir qismi sizga kerak bo'lmay qolishi mumkin. Ba'zi holatlarda, lekin ko'pincha kerak bo'ladi. Baribir o'qib qo'ygan yaxshi. Lekin bunga o'xshagan javobingiz yarmida chiqib bo'ldimi? Bo'ldi, o'qish shart emas, vaqtingizni ketkazib. Tak, bular hammasi batafsil tushuntirib berildi.